Yangi yo'lda Furapitakdamiz do'stlar. Surxondaryo region Sherobodda mashinasi 2017-yil Euro 6 DAF. Buni biladiganlar biladi. 460 talik motorda, avtomat korobka. Xo'p, 1,5 tonnalik bak, ya'ni 1500 litrlik. Keyin AdBlue'si o'chirtirilgan DAF. Отличный состоянияda, faqat galavani o'zi sotiladi do'stlar. Surxondaryo Sherobodda mashinasi, ishlab turgan mashina. Afg'onistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, xullas qo'shni davlatlarga yuk tashiydi bu mashina. Sotilishidan maqsad, ya'ni o'sha raqobat. Bu yerda yana do'stlar, bu kishida o'zi gazli bitta FAV tegachlari bor. Bugun bizdan yana bitta FAV tegach xarid qilmoqdalar. Bu mashinani prinsipini o'sha FAVga ulashadi va bu agar sotiladigan bo'lsa yana bitta FAV olaman degandek qilyaptilar. Ismlari To'raboy aka, raqamlarini qoldiraman. Mashinaga ehtiyojingiz bo'lsa, qanaqadir qiziqishingiz bo'lsa, bemalol raqamlariga qo'ng'iroq qilib, yana texnik sostoyaniyasini bilib olsalaringiz bo'ladi. Yurib turgan mashina ideal sostoyaniyada.